chiroyli qiz bilan tanishgani bor. Tanishsa bo'ladimi, siz bilasizmi? Orqasidan o'zidan sal xunukroq, oshnangizdan sal chiroyliroq bitta o'rtog'i chiqib, biz tanishmaymiz deb edi. Biz kim? Agar siz o'zingizni oila a'zolaringiz haqida aytgan bo'lsangiz, men vobshe isminglarni hech kimga aytmanglar umringlarda oxirigacha. Melingizni so'rasa ham aytmay turollar, jindan yaqib. Shajariylarni bilishni xohlamayapman dedi. Qizg'anganidan-da, bolalarda ham bor bunaqa. Uskiy kurugdagi bolalarni qizg'anadi bolalar bir-biridan. Chunki bolalar chopib ketishni boshlaydi, kemay qo'yadi, shuna ish chiqib qoldi deb bahana qilishni boshlaydi. 5 toshnam sevgan qizi bor edi hammasini. Sevgi haqida maslahatlar berdim yurakdan. Xudoga shukr, hozir hammasi ajralib ketgan. Shu hali nima desa bo'ladi? Men nagli ayasini oldiga borib turib, necha o'rniga o'tishini qilishni boshlasa, ayasini oldiga borib, chaqirib o'tirib, shu o'g'lizni ham suyuqaya topib oldi-da. Mana shu ismi ham Qo'tirgulmikin, shunaqa ekan, siz Tenkurga o'xshatdimmi haqiqatda bo'lmagan qiz ekan. Bo'ldi, shundan keyin u bola qaytib mana qilmadi. Bitta oshnam oxiri to'yib ketib aytdi. Bolalar men ketaman kurukdan dedi. Qiz topishim kerak dedi. Hozir mana ketdi, hech qayerga kelmaydi. Ikkita bolasi bor, bir-biridan xunuk ko'z tegmasin.